Assalomu alaykum hamshaharlar hamda aziz kitobxonlar. Mana bugun biz sizlar uchun Ziyo tarqatuvchi maskan Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi haqida binosi hamda axborot kutubxona markazi to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi 2019-yil noyabr oyida tashkil topgan. Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga hokimiyatlar tomonidan 2023-yil iyul oyida bino ajratildi. Hamda ushbu binoni ta'mirlab berib, hamda kitobxonlar va xodimlar uchun ish jarayonlarida faol ishlashlari uchun hamda kitobxonlarimizni faol qatnashishi uchun, faol kitoblar o'qishi uchun bizga sharoitlar yaratib berdi. Aziz kitobxonlar, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi 2-qavatda joylashgan. Ushbu xonamiz abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat qilish xonasi hisoblanadi. Ushbu xonamizda 7 yoshdan 100 yoshgacha bo'lgan kitobxonlarimiz uchun barcha kitoblar mavjud. Bo'limlar bo'yicha, sohalar bo'yicha bolajonlarimiz uchun bolalar kitobi, ertaklar, hikoyalar, har bitta yangi adabiyotlar, har bitta adabiyotlarimiz ushbu abonementlar va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish bo'limida mavjud. Ushbu bo'limimiz xizmat ko'rsatish bo'limidir. Ushbu xizmat ko'rsatish bo'limida foydalanuvchilarga mutaxassislarimiz hamda xizmat rahbarlari, xodimlari xizmat ko'rsatadi. Xodimlarimiz ushbu bo'limda kitobxonlar uchun jonini fido qilib xizmat qiladi. Ular kitobxonlarimiz bu bo'limdan juda ham mamnun. Kitobxonlar xohlagan kitoblarini topib berishib hamda kitobxon formulalariga yozib xizmat ko'rsatib beradi. Xizmat ko'rsatish samaradorligi juda yaxshi. Ushbu ko'rib turgan xonangiz esa o'quv xonasi hisoblanadi. Kitobxonlarimiz kelib, o'zlari xohlagan kitoblarni olib, shu joyda foydalanib o'qishadi. Sizlarni ham ushbu o'quv xonamizga taklif qilamiz. Ushbu siz ko'rib turgan xona kichkinalar uchun o'quv xonasi hisoblanadi. Ushbu joyda kichkina bolajonlarimiz kelib, o'zlari xohlagan kitoblarni olib o'qiydi. Mana kitobxonlarimiz uchun, yosh kitobxonlarimiz uchun har bitta kitoblarimiz mavjud. Ertaklar, hikoyalar, o'zbek ertaklari, rus ertaklari, rus tilidagi ertaklar, hammasi, ensiklopediyalar, hammasi mavjud. Ular uchun biz xohlagan kitoblarini olib o'qishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Ushbu xonamiz esa bibliografiya bo'limi xonasidir. Ushbu bibliografiya bo'limi xodimlari shu joyda ish jarayonlarini davom ettirishadi. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazida gazetalar va jurnallarimiz ham mavjud. 6 nomda gazeta hamda 5 nomda jurnallarimiz mavjud bo'lib, ulardan kitobxonlarimiz kelib foydalanishadi. Bu xonamiz esa axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati bo'limidir. Bu yerda biz elektron kitoblar, xohlagan kitobxonlar uchun referatlar hamda kitobxonlarimiz uchun sharoitlar yaratilgan. Aziz shahrimiz aholisi hamda kitobxonlar, sizlar xohlagan mavzudagi ma'lumotlar olish uchun ushbu kompyuter xonamizdan foydalanishlaringiz mumkin. Sizlarni kutib qolamiz. Fondlarni to'ldirish, saqlash, ularga ishlov berish bo'limi xonasidir. Ushbu xonada xizmat qiluvchi xodimlarimiz o'zlarining ish ustalaridir. Ushbu bo'lim xizmati fondlarni harakatini yuritib boradi. Ular kitoblarga mehr berib ishlov berishadi. Ushbu siz ko'rayotgan chiroyli manzarali gullar bilan bezatilgan xonamiz bu ko'rgazmalar xonasi hisoblanadi. Ushbu ko'rgazmalar zalida sizlarni qiziqtirgan ko'rgazmalardan tashkil topgan ko'rgazmalarimiz mavjud. Ushbu ko'rib turgan zalingiz
ko'rgazmalar zali hisoblanadi. Ushbu zalda asrlarga qaragandan nur sochgan daho Alisher Navoiy bobomizga hamda jadidchilar bobomizga ma'rifatlar elchilari ko'rgazmalari hamda bu yilgi 2025-yil atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yiliga hamda inson huquqlari oliy qadriyat burchaklarimiz mavjud. Ushbu ko'rgazmalardan biz har doim foydalanib kelinadi. Rus kitobxonlarimiz uchun ko'rgazmalarimiz ham mavjud. Ular o'zlari xohlagan kitoblarini kelib o'qishlari mumkin. Bu ko'rgazmalarni kun davomida o'zgartirib boramiz. Ushbu ko'rgazmamiz esa yil davomida har kuni unutilmas sanalar bo'yicha o'tkaziladigan tadbirlar ko'rgazmasi. Aziz kitobxonlar, hamda shahrimiz aholisi, ushbu burchagimiz o'lkashunoslik burchagi hisoblanadi. Bu yerda siz Ohangaron shahrimizning tarixi bo'yicha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Hamda Ohangaron shahrida tug'ilib o'sgan yozuvchilarimizning kitoblari mavjud. Sizlarni ushbu axborot kutubxona markazida kutib qolamiz. Ma'lumotlarni olishga shoshiling. Aziz kitobxonlar, aziz hamshaharlar, sizlarni Ohangaron shahar axborot kutubxona markazimizda kutib qolamiz. Sizlar uchun biz xodimlar hamisha xizmatingizdamiz.